Birorta ham 1 yildan buyon ishlayapman degan jalabni ko'rmadim boku. Hammasi вот свежий. Muammo bo'lib qoldi. 3 oycha bo'ldi. Yaqinda boshlovdim. Bu qani shuncha bu biz yoshligimizda sikkan omla qayerga ketdik o'zi? Nima bu? O'zi o'sha vaqt bizdan bir 30 yosh katta bo'lardi. Yoshligingizda sikkan omchalar hozir ko'rasizmi? Omchalar endi bu bilak buvimi endi bilmayman kim. Ko'rgan ko'ziga qanday qaraysiz? Tasavvur qiling, siz ketyapsiz mashinada, endi o'zi po'qatiga xo'rozchada, u kampircha hassachada ketyapti. 20 yil oldin siz uni sikkansiz, bak, qurvaqadek. Ya, qanday qaraysizlar shularga? Ha, aka, bilmadim, aka, yoshing eng kattasi siz sikkan amla vaqti bilan qabri ham buzilib ketgandir o'zi.